Bugungi mazmunimiz Toshkent shahar Olmazor tumani Oxunboboyevda bo'lib o'tadi. Masjiddan 500 metr ko'chani ichiga kirganingizda 3 sotixli 7 ta xona, 2 ta hol, plus oshxonasiga ega xonadonimiz sotiladi. 5 ta sanuzeli bor. Uyimizdan atrofida barcha qulayliklar mavjud. Uyimizni 100% podключ tayyor holatida bitirib beriladi. Bu yoq tarafimizda Oxunboboyev masjiddan kirib kelish yo'l yuzida 500 metr kirganingizda shunaqa bir xil ikkita katta ish qurilgan. Bunisi uy egalari yashillar, bunisini sotuvga qo'yganlar. 3 sotuv. Bu yoq tarafimizda konteynerning bazaga chiqib ketadigan ko'cha. Uyimizda 7 ta xona, 5 ta sanuzelga ega, 2 ta hol plus oshxonasi bilan. Chap tarafimizda letniy kuxla, bitta sanuzelga ega. Ikki tarafi zeleniy zona uchun mo'ljallangan. Uyimizning tashqi tarafdan bitta baho berib qo'yasizlar. Bu yerga bemalol mashina qo'yish uchun joy bor. Uyimizga bu yoq tarafdan kirsa ham bo'ladi. Pastki qism podolga, asosiy eshigimiz bu yoqda. Kafil qilib bitirib beriladi. Xudo xolasa uyimiz tayyor holatda bo'ladi. Kirgan yerda katta hol joylashgan. Remontlarga bitta baho berib qo'yasizlar. Juda ham go'zal holatda. Uyimizni bu yoq tarafimizda oshxona joylashgan. Ozgina chala ishlari bor. Xudo xolasa uyimizni 100% to'liq holatda bitirib topshiriladi. Birinchi etaj uchun mo'ljallangan umumiy sanuzel. Bu yotoqxona uchun mo'ljallangan xona. Ichida sanuzelga ega. Bu mehmonxona joylashgan. Uyimizda hovlisi ham bor, yorug'lik uchun, havolar uchun joy tashlab ketilgan. Ikkinchi etajga chiqamiz. Uyimizning poduli bilan umumiy hisobda shunda 3 etaj bo'ladi. Poduli bilan birga. Ikkinchi etajda ham katta hol joylashgan. Past tarafga balkon qilingan. Bitadi, o'tni ham panchalab qo'yilib, chiroyli bo'ladi. Eng zo'r tarafi chiqqaningizda qo'shnilarning xonadoni ko'rinmaydi. Bu yerda bitta xona, ikkinchi etajda hol, bu yerda bu yoqda spalni uchun mo'ljallangan xona. O'zining garderoblari bor. Bu yoqda sanuzel joylashgan. Bu yerda ikkinchi etaj uchun umumiy sanuzel. Bu yerda yana bitta xona. O'shanda ikkinchi etajda hol, 3 ta xona, 2 ta sanuzelga ega. Men pastga tushib boramiz, bordik. Podolga tushganingizda patrolardan aniqlangan. Bu uyimizdan umumiy katering joylashgan. Eng zo'r tarafi uyimizning cho'tida. Uyimizdan ozgina xonadonimizdan chala ishlari bor. 100% to'liq bitirib beriladi. Bu namozxona uchun mo'ljallangan. Juda ham go'zal bo'lib bitadi. Uyimizdan narxi 325 ming dollar, yana kelishadigan joylari bor. Havas qilganlar bo'lsa, like bosib, do'stingizga jo'natib qo'yinglar. Bunaqa arzon, chiroyli uylarni Uyzona kanalida kuzatib boringlar.